Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Tuğluq Tömürxan namlıq romanның davamı. Çağatayzade, qini, çoyğı mərhəmət qılan. Malçı buradiri Basa Təmirinin çoyğı təklif qılğan avazını anlap, Tuğluq Tömür çoğunqur xiyal dengizdən qutulub, reallıq qırğıqıға qaytıb gəldi. Bundaq çoğunqur xiyal dengizға çömgənlikinin səbəbi nemidir? Mürvetlik Çağatayzadem, bunu bilişimge ruhsat mekin, dedi Mevlana Şeyh Jalaldin ketki külüp durup. Hürmetlik ustaz, dedi Tuğluq Tömür oychan közleri bilen Mevlana'ga tikilip durup. İkimizning birli muloqot qilishadigan kunlarimiz sanoqliq qolgan o'xshaydi. Afsuski, men seningdan texi nurg'un ilmlarni so'rab, bilib olishga muhtoj edim. Hürmetlik Çağatayzade, ijtihod egisi uchun olganda ilm elish umrvoyatlik ishdir. Ilm ziminning hamma bulung pushqoqlariga qadar yiltiz tortgan cho'ng daraxtga o'xshaydi. Shunga ilm daraxining yiltizi Makkada bo'lsa-mu, uning mevasi mush yerda pishsa ajab emas. Hürmetlik ustaz, sen degan Makka qandoq ya u? Makka shahrida yer yuzidagi musulmonlar sajda qiladigan muqaddas tavobgoh Baytul Haram bor. Makka u tozilarning Arabiston degan mamlakatidagi bir shaharning nomi. Sizlar musulmonlar nima uchun u yerni muqaddas bilasizlar? Dini islom eng dastlabda tozilarning oshu Makka degan yerida barliqqa kelgan deb tushuntirdi Mevlana Şeyh Jalaldin ketki uningga. Biz Uyg'urlarda Oğan Tangri deb ataladigan Janobi Allah jahiliyat davrida har xil dinlarga e'tiqod qiladiganlikdan qumdak chechilib ketgan tozilarni, balki butun yer yuzidagi ummatlarini muqaddas diniy islomning atrofiga to'plash uchun Muhammad payg'ambar alayhissalomga o'zining muqaddas kitobi bo'lgan Qur'on Karimni ashu muqaddas Makkada tushirgan. Tozilarmi bizga o'xshash burg'onga cho'qinganmi? deb so'radi Tuğluq Tömür. Uyning to'rdagi but takchisiga qo'yuqliq kumush butqa qarab qo'yib. Shundoq jahiliyat davridagi tozilar Vud, Sova, Yag'us, Ya'uq, Nasr, Manat, Lot, Uzza, Hubal, Asaf, Naila va Fulus qatorliq 12 burg'onga cho'qingan. Makka mukarrama fathi qilinishdan ilgari yolg'iz Kabening ishidilla 360 burg'on bo'lgan. Tozilar ularning ichida qaysini eng cho'ng burg'on hisoblaydi? Tozilar 12 burg'onning hammasini cho'ng burg'on hisoblaydi. Shunga ularda birlik kelgan maslak yo'q edi. Undaq bo'lsa, tozilardimi bizdikidek har bir ulug' amir o'z oldiga xon bo'lib olgan ekanda? Çağatayzade, nayt to'g'ri aytding, deb uning so'zini quvvatladi Mevlana darhol. Tozilarning ko'p qismi burg'onga ibodat qilganligi, ularning ashunchivala ko'p burg'onni Janobi Oğan Tangri bilan tang barobar ko'rib, yaratquchi deb to'niganligidan emas. Ularmi butun osmon zaminni yaratquchi, boshqaruvchi Oğan Tangri deb ataladigan bir ilohning borligiga ishonadi. Lekin ular burg'onlar bizni Allohga yaqinlashtirdi. Burg'onlar Oğan Tangri bilan bizning o'tirimizdagi vosita deb e'tiqod qiladi. Shunga Qur'on Karimdagi agar ulardan osmonlarni va zaminni kim xalq etdi deb so'rasang, albatta ular
Allah deb javob berdi degan oyat mushu sababdan nozil bo'ldi. Mushu sababdan nozil bo'lgan. Bu oyat Qur'on Karim sura Luqman 25-oyat 414-betda deb izohat berilibdi. Tazilarning bosh uradigan burxonlari bizdimi ko'p ekan deb kuldi Tug'luq Temur. Uning ustiga tazilar qumdak chechilib ketgan bir ulus ekan, shung ularni doim jidallashmasdan ittifoqlik bilan birga o'tishidi deyish mumkinmi? Tinch iqiyotgan daryomi ba'zi vaqtlarda qiyniqib patmasdan qirg'oq teshib chiqadi. Hozirlar toz bo'lib turgan osmonmi birdilla qor bulutlar bilan qoplanib, qattiq shivirgan chiqishga boshlaydi. Ba'zida mo'ldirmi orlashib yog'di. Bu chaqda xuddi uning so'zini tasdiqlagandek, qayerdandir yiroq bir joydan guldirmomining qattiq guldirilgan ovozi anglandi. "Nayt to'g'ri gap qilding", dedi Mavlana Shayx Jaloliddin Ketki beshini langishtirib turib. Jahiliyat davridagi tozilarda yana nurg'un yormas odatlar bor edi. Biroq tozilarning yukselishiga put qashang bo'lib turayotgan bu nachar illatlar toki islomiyat borliq kelgandan keyinla ondan bekor qilindi. Sen aytayotgan nachar illatlar qaysilar edi? Qani so'zlab boqqinchu, biz uni savoq qilsak ajab emas. Masalan, jahiliyat davridagi tozilarda nikoh necha xil bo'ladi. Ularning ichidagi bir xili qizning ota-onasiga sapchi avatib, sovchi avatib, to'yliq va hadiya berib, nikohiga elish. Yana bir xili ayol kishiga ozgina mehr haqqi beribla muayyan suruk ichida xotin bo'lish. Bu foydalanish nikohi deb ataladi. Yana bir xili ahli xotinni boshqalarning ahli xotini bilan almashtirish. Bu almashtirish nikohi deyiladi. Yana bir xili birisi yana birisiga qizini yoki hamshirisini berish sharti bilan uning qizini yoki hamshirisini to'yliqsiz nikohlab elish. Bu mut nikoh deb ataladi. Yana bir xili o'zining ahli ayolini yaxshi sifatga ega kishilardan birisiga o'tinib berib, uningdan bola tug'dirib olish. Ular buni jinsiy munosabat nikohi deb atashadi. Yana bir xili xufiyona xotin bo'lib yashash. Bu oshindorchilik nikohi deyiladi. Jahiliyat davridagi tozilarning nazarida yuqorqi nikohlarning hammasi axloqqa uyg'un, qonuniy nikoh hisoblanadi. İslamiyat barliq kelgandan keyin bu nikohlarning birinchi xildikisidan boshqalarining hammasi harom qilindi. Jahiliyat davrida ot singilni bir odam elish, otasi o'lib ketgandan keyin o'gay opsini cho'ng o'g'li elish qatorliq qabih odatlarmi İslamiyat davriga kelganda birdak man'i qilindi. Jahiliyat davridagi tozilarda qiz tug'ilsa tirik ko'miladigan vahshiy odat bor edi. İslamiyat barliq kelgandan tortib bundaq vahshiy odat tüp negizdan yo'q qilib tashlandi. Qur'on Karimdagi kambag'allikdan qo'rqib, bolaringlarni o'ltirmanglar, ularning va sizlarning rizqinglarni biz beramiz. Ularni o'ldirish haqiqatan cho'ng gunohdir degan oyatlarning nozil bo'lishi mushu sababdan edi. Bu Qur'on Karim sura Bani İsrail 31-oyat 286-bet deyilibdi. Tazilarda jahiliyat davrida aroq ichish odatlari nayti keng avj olgan bo'lib, ayollarning hammasi aroq ichishga odatlangan edi. Ularning orasida aroq ichish xuddi bizning oramizda sinchoy ichgandekla tabiiy ish sanaladi. İslamiyat barliq kelgandan keyin bu odatni biroq ma'ni qilmasdan, balki paydin-pay cheklab, oxirida butunlay ma'ni qilish yo'lini tutqashqa, tozilar bundaq yomon illatdan oxiri voz kechishdi.
Qağan yaramaz adətlər üstüdə toxtalsaq gepimiz uzurab ketidi. Hech vaqasi yo'q, hurmatli Mavlanam, deb kuldi Tuğluq Tömür. Әттігенден бері сөзіңні азырақмы бөлмәстін аңлап отырғынымден, менің нәқадар чыдамлық екенлігімді білсең болады. Атамдың маңа мирас қалған тәхт салтанат мені өзіге чақырмақта. Мені немелер күтіп тұрғанлығыны allaqachon tushunib болдым. Olmanlıqqa sodigar qiyofatiga kirib olgan har turli oyg'oqchilarni avatgan edim. Ular egilab kelgan xabarlarning hammasini menga yetkazdi. Chag'atay ulusi deganlar xuddi tog'dagi iyiqqa o'xshash, hech narsaga pami yo'q nimalar. Uning ustiga ular nurg'unlagan qabila oymoqlarga bo'linib ketgan. Bu qabilalarning o'tirsida ittifoqlik, hamdamlik degan yo'q. Ular o'zaro talash-tortish qilib, doim orozchilik ichida o'tishmoqda. Shu kamgacha ularning orasidan elning beshini qo'shib, uyul toshdek uyushtura oladigan Chingizxondek biror ulug' zot chiqmabdi. Shunga ularni bo'ysundirish uchun ancha zo'r kuch ketmas deb o'ylayman. Bütün Chag'atay ulusi og'zimga qaraydigan bo'lganda, har qaysi shaharlarga siliq yig'adigan basqaqlarni avatiman. Shu chaqda ko'rsanki, bütün Chag'atay mamlakati mening qo'limga tushib, ochsam olqinimda, yumsam o'chimimda bo'ladi. Uning bu so'ziga Mavlana Shayx Jaloliddin ketiki miyiqida kulib qo'ygandan boshqa hech qanday ifoda bildirmadi. Qandoq Mavlanam, kulishingdagi sabab nima? Sen mening bu so'zlarimga ishonmamsan? Hurmatli Chag'atayzoda, hargiz undaq emas. Men sening aytganlaringning hammasini barhaq deb qarayman. Biroq, biroq, qandoq o'ylagan bo'lsang, shundoq so'zlamamsan, dedi Tuğluq Tömür uning nima deydiganligini bilmoqchi bo'lib. Xato so'zlab qo'ysangmi, hargiz ayibga buyurmayman. Hurmatli Xonzoda, bilamsan, dedi Mavlana Shayx Jaloliddin ketki salmoq ohangda so'zlab. Nadan kishi uzuq izlab uvusidan ushqan, ammo uzuq topolmay uvusiga noiloj qaytmoqchi bo'lganda, xuddi yo'ldan ezib qilib, oldi orqasiga uchib yuradigan qushga o'xshaydi. Bu gapni anglab Tuğluq Tömür darrov hushyorlandi. Hey, Mavlana Shayx Jaloliddin ketki, sen meni nodon demoqchimi? Yo'q, hargiz undaq demoqchi emasman, dedi u kulib ketib. Men boya sana tozilarning jahiliyat davridagi turli bo'lmug'ur nachar odatlari ustida so'zlab berdim. Jahiliyat davridagi tozilarning bo'lmug'ur odatlaridan yana birisi shu ediki, ular o'z nasabiga hammadan bak ahamiyat beradi. Tozilar nutq so'zlaganda yoki she'r qasida o'qiganda ko'pincha saxovatda, shijoatda va hammadan mashhur bo'lgan ota-bobolar bilan faxrlanadi. Bu ish ko'pincha hollarda qabila oymoqlar orasida tafriqa, g'alyonga sababchi bo'ladi. İslamiyat barliq kelgandan keyin bu ishlarni cheklab, insonning ulug' martabalarga ko'tarilishi mashhur o'tgan ota-bobolar bilan emas, balki o'z ish amali va sa'iy ijtihodi bilan qo'lga kelganligini o'tirg'a qo'ydi. Nihoyat Chag'atay xonliqidimi ashu tozilar sodir qilgan nodonlik hali ham takrorlanib turmoqda. Saltanatda shar'iy va siyosiy mansablar shu vazifaga loyiq odamlarga topshirilmay, nasab surishtirilib, bu ishning ahli bo'lmagan odamlarga topshirilganlikdan yurtdorchilik xuddi o'z yo'lini yo'qotib qo'ygan kalkun suv bayovonga qarab oqqandek tuyuq yo'lga kirib qoldi. Alhol buni tuzitish seningdan boshqa kishining qo'lidan aslo kelmas.
Bu chaqda osmonni tuyuqsiz qora bulut qaplab, atrofni qorong'ulik besib ketdi. Qora uyning o'rtasidagi mangalda gürüldep kuyuvatgan otning yo'riqi uyni g'ova yo'rtib turadi. Talada yalt-yult qilib osmonni kesib chaqmoq chaqildi. Qayerdandir yiroq bir joydan guldirmomining qattiq guldirlagan ovozi anglandi. Chaqmoqning ko'zni qamashtirg'idek o'tkir yo'riqi talada qorong'ulik ichiga cho'mgan to'pilikni yo'rtibdi. Yo'ruqliq shundoq o'tkir bo'ldiki, to'pilikda ko'zga chiliqqan narsalarning mayli jonliq, mayli jonsiz bo'lsin, hammasi shu daqiqa, shu minutning o'zida qetib qolgandek tuyuldi. Uningdan keyin qora uyning naq ustidala guldirmama quloqni panqig'udek guldirlab, uy ichidagilarni cho'chitibdi. Mavlonning so'zlarini berilib anglavatgan To'g'liq Temir ixtiyorsiz ko'k tinigir deb to'lab saldi. Ko'k tinigir degani Mo'ng'ul tili ko'k tangri degan gapkan. U o'zdagi wuduqishni besish uchun. Shundoq ishning egisi bo'lsa, tulkining xudosi bor degandek noahli xonlarning Mang'usi degan xudosi bo'lsa, bu yerdagi Mang'usi degan gap Mo'ng'ul rivoyatlaridagi yomonlik xudosi deydi. Manga urush xudosi so'ldi g'ami bo'ladi. So'ldidan kuchlik xudoning yo'q ekanligi hammaga ma'lum dedi. Nayte o'rinliq gap qilding. Xuddi sen degandek hozirgi Chog'atay xonlarining to'lisi noahli kishilardir deb To'g'liq Temirning so'zini quvvatladi Mavlona Shayx Jaloliddin Ketiki. Xuloslab aytganda, Chog'atay mamlakatining taxtiga seningdek adolatparvar va xalqparvar Xoqon xon bo'lmasa, aksicha toju taxt noahli xonlarning qo'liga tushib qolsa, har vaqt avom xalqning gumroh bo'lishiga sabab bo'ladi. Gumroh degani yo'l adashquchi, yo'ldan adashgan degan ma'noda. Bu haqda Payg'ambar alayhissalom hadis sharifda Alloh taolo ilmni kishilardan tortibla ilib olmaydi, lekin ularning ichidagi ilm egilarini o'z dargohiga chaqirtib akitish bilan ilib oladi. İlim əhlləri qanmağanda kişilər özlərinə noahli cahillarni baş qılıb aladı. Ondan keyin o cahillar sual soralğanda ilimsiz fatva berib, özlərimi azıdı və başqalarını azdırdı degan. Bu gapning ma'nosi mundaq. Allah Taala bir ulusni, shu ulusning orasidagi ilm egalarining qo'rsiqidagi ilmlarini ilib olish bilan jahil, nadan ve bilimsiz qilib tashlab qo'ymasdan, balki shu ilm egilarini o'z dargohiga akitish bilan nodonlikni qoldirdi. Shuning bilan bu ulusning orasidagi jahil, nodon kishilar ustun martaba, yuqori darajalarga ko'tarilib, oliy amallarni egallab elishidi. Bu cahillar mayli shariatga oid ishlarni bo'lsin, mayli yurtdorchilikqa oid ishlarni bo'lsin, hech birini to'g'ri bir taraf qilolmaydi. Shuning bilan bu ulus asta o'z ichidan chirib, zavallikqa yuzlanadi. Mavlana so'zlayotganda ovozi jarangliq, so'zlari qisqa, ammo keskin bo'lib, degan aytganlarida kuchli e'tiqod kuchi sezilib turadi. O so'zlab etib, o'ng qo'lini silkib qo'yadi. So'l qo'li bo'lsa, o'ng qo'lining harakatiga agishib, so'zilib, yig'ilib turadi. Mavlana birpas sukut qilib turib olgandan keyin so'zni yana davomlashtirdi. Xuddi har bir ishning o'z yo'l yurguchisi bor degandek, har qanday qocha o'z ichidagi narsa orqali tapchiraydi. Yani siziydi. Yani her qandaq padişah Xoqon xuddi qo'ychining o'z qo'ydiriga kuyimchan va mehribon bo'g'iniga o'xshash o'z xalqiga kuyimchan, mehribon bo'lishi lozim. Chunki har qandaq qo'ychi qo'yni obdan beqib,
obdan xabar alsa, qo'ylar semiz bo'ladi. Qo'ylarimi ko'paydi. Qo'ychining martabasimi oshidi. Mubada qo'ydan obdan xabar olmay, beparvolik qilsa, qo'yning egisi qo'ylarni boshqa obdan qo'ychiga topshirib, ilgirki qo'ychini haydab o'tadi. Cümleden, agar har qandaq podshoh xoqon fuqarolarning holidan obdan xabar olsa, yaratquchi egisimi uning dövlətini ziyoda, martabasini yuqori qilib, yurtlarini obod, turmushini bayashat qiladi. Agar u beparvolik qiladi ekan, mulki olamning egisi bo'lgan Alloh uning dövlətini vayron qilib, tashlab, uning mamlakatini yana bir fuqaro parvar xoqonga topshirdi. Ey xonzoda, bilamsan, bir zolim ming bo'ridan battar yomonroqdir. Qara, 41 shaharga podshohlik qilgan oshu Zayur shohning shuncha hashamatlik, palak bilan bo'y talishib turadigan, tomlariga chaqnab turadigan kimxob, atlas tortilgan, 7 ishiklik saltanatlik o'rda qasrlari oxir yaratquchi egisi osmondan yog'dirgan qum ostida qilib vayron bo'lmadimi? Qani u hayvatlik sepillari bilan olamga mashhur bo'lgan shahri ketik. Qani u qudratlik podshoh, saltanatlik sulton Abu Qays, Zayur shoh ketiki. Demak, buningdan ma'lum bo'ldiki, mamlakat odatlik bilan obod, zulm bilan xarob vayron bo'ladi. Qo'ynimi, o'shkinimi o'zining putidan osidi, dedi Tuğluq Temür Mavlonning so'ziga javoban. Zayur shoh yomonlikni to'liq qilganlikdan oxir u beshini o'zi yedi. Habballi, haq gap qilding, hurmatli xonzoda, deb o'zining so'zini tasdiqladi Mavloni darhol. Bo'libmi bir odamni bilmak to'limi qiyin. Chunki u narsa emas, balki odamda. Ba'zilar odamni uning oti bo'g'lari qarab bilishga bo'ladi deyishidi. Bu gap to'g'ri emas. Mundaq belgilar bilan faqat molning naslini, sopasini bilish mumkin. Biroq odamga bu o'lchamni qo'yishga bo'lmas. Chunki mehribon odamlardan zolim odamlar tug'ilishi mumkin. Zolim odamlardanmi yaxshi odamlar tug'ilishi mumkin. To'shqan yilidagi to'pon balasida buyag mundaq izohat berilibdi. Milodiya 1327-yili shahri ketik qum ostida qolgan edi. Shu yili to'shqan yili bo'lganlikdan tarixchilar bu voqeani to'shqan yilidagi to'pon balasi deb putib qo'yishgan deyilibdi. O'li yig'in bo'lmagandan keyin ziroat o'ynamadi, xalq ocharchilikqa duchor bo'ldi. Osmi Tarim daryosining suyi sug'ilib ketdi. Ko'ktatchilik bilan bog'vanchilikmi o'ynamadi. 10 yildan buyanqi qurg'oqchilik xalqni qiyinchilik, ocharchilikqa giribtor qilib, butkul narsadan ayirdi. Buğdaylarını ambarlarga, o'rlarga ko'mib qo'ygan Zayur shoh ketiki bir uçum buğdayning o'rniga bir uyning butkul bisotini o'zining saroylariga to'shqi boshladi. Qurg'oqchilik, ocharchilikning kaynidan vabo keldi. Bir burda nonga muhtoj, so'ygan piyozdek qip yalang'och bo'lib qolgan. Qip yalang'och och qolgan xalq shaharning har bir ko'chasida, her bir yezi qishloqlarda o'nlab, yuzlab o'lishga boshladi. Keyingi chog'larda hatto namozini tushirib, o'lik ko'mish odatimi yo'qolib ketdi. Tirik qolganlar o'lganlarning uyini shu o'liklarning ustiga o'rib, jasadlarini ko'mib qo'ydigan bo'ldi. Mengishqa hol yetganlar Cholish, Kusan, Ardavil va Shahri Barbar taraflarga qechishga boshladi. Shahri Barbar degani Uchturponning tarixdagi yana bir xil otilishi deyilibdi. Ombar
iskloti bug'doy bilan liq to'lgan Zayur shoh ketiki tarafidan qo'g'langandan keyin bizmi qochqanlarga qo'shilib do'malab yurib degandek aran bu yerlar kelib oldik. Dard boshqa, ajal boshqa degan gap bor emasmi? Mana o'zimni olsam, dedi To'g'liq Temir Mavlonning bu sarguzashtlarini anglab esdashlik qilgan holda. Meni 6 yoshimdan tortib, mehribon onamning qo'yindan ayirib tashlab, qo'y beqishga majbur qilishdi. Toki 16 yoshga kirib, taqdir meni Doğlat Ulusbegi Əmir Bulaji bilan uchrashtirganga qadar oydalarda ziminni silincha, osmonni yepinchi qilib, mol podisining kaynidan paloqlab yurdim. Ey hurmatli xonzoda, sening bu qismeting biz musulmonlardagi va boshqa yot e'tiqoddagi xalqlarning ayrim ulug' kishilarining qismeti bilan naqadar o'xshashlikka ega. To'g'liq Temir taajjub ilkida qo'yib qo'shma qoshlarini yemirdi. Ha? Shundaqmi? Qani so'zlab ko'rgunchu. Cheksiz hamdu sanolar egisi Hazreti Payg'ambarimiz ota-onasidan xuddi sana o'xshash kichik yetim qolgandan keyin bir muddat qo'y beqish bilan mashg'ul bo'lgan. Kichikligida qo'y beqish bilan mashg'ul bo'lgan payg'ambar faqat biz musulmon ummatlarining payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhissalomlar emas, balki boshqa dinlarning payg'ambarlarimi ko'pincha hollarda kichikligida qo'y beqish bilan mashg'ul bo'lgan. Bularning balliq davrida qo'y beqish bilan mashg'ul bo'lganligining siri ularning Tangrining insonlarni tarbiyalab, to'g'ri va haq yo'lga yetaklaydigan xolis bandalari bo'lganligida. Shunga ular hayvonlarning eng yovishi bo'lgan qo'ylarni beqish orqali boshqalarni tarbiyalash mafkursini kichigidilla o'zlariga singdirib, insonlarni tarbiyalashga mahir bo'lib yetishidi. Mavlana Shayx Jaloliddin ketiki salpal tinib olgandan keyin so'zni yana davomlashtirdi. Aslida qo'y o'zi ojiz, yavaş, muloyim bir hayvon. Shundoq, mijozi uning bilan bir muddat birga bo'lgan odamga cho'qim ta'sir qilmay qolmaydi. Bu jarayonda odam o'z tabiatidagi ba'zi qo'pollik, qattiqlik degandek yomon sifatlarni tugutib, yumshoq, mehribon bo'lishdek yaxshi sifatlarga odatlanadi. Shunga butun payg'ambarlarning qo'y boqqandagi sir asrorlarimi ana shu sabablardan bo'lsa kerak. Taqdirning bu karomatiga hech narsa to'g'ri kelmaydi, dedi To'g'liq Temir kulimsirab turib. Men o'z oldimga bir ulug'vor vazifani qo'ydim. Bu bo'lsa-mu butkul Chog'atay mamlakati va Mavaraun Nahr zaminidagi Chog'atay ulusining hukmronligini qayta asliga keltirish. Bu vazifani o'rinlash uchun melim mol, jinim jon tasadduq bo'lg'ay. Shundoq, sen bu ulug'vor vazifani o'rinlash uchun, dedi Mavlona Shayx Jaloliddin ketki uning irodasidan ta'sirlangan holda. Qap qarang'u tun osmonni yo'ritib, chaqnab o'tadigan quyruqliq yulduzdek butun Chog'atay mamlakati va Mavaraun Nahr zaminini kezib chiqqaysan. Yo'lingda sana qarshi chiqqan dushmaningni dahshatlik bo'ron kabi pok-pokiz supurib tashlag'aysan. Bularga ishonchim komil. Biroq gapning hosili shuki, puhra xaloyiqning mo'l maishti va tinch farovonligini ko'zlab, adolat va insof yo'lini o'ziga lozim tutgan podshoh haqalla o'z ish amalining natija va asrotini bu mukofoti olamda uchuq oshkor ko'ralaydi. Shundaqla zulm ta'idi qilib, xaloyiqning ko'z yoshlaridan o'zini tortib, ehtiyot qilmaganlarmi o'z ish amallarining natija va asirotlarini bu rahimsiz olamdan ko'ralaydi. Shunga Zayur shoh ketiki mulkiy olamning egisi bo'lgan Alloh taolani unutib, gunohi kabirga patqanlikdan oldi bilan o'zining davlat chirg'ining xira bo'lib o'chishiga sabab bo'ldi.
O to'g'ri yo'ldan ezib munofiq va bid'at bo'lib ketganlikdan Alloh taolo uni izzat va e'tibordan ayirib, xorliq va bechoralik darajasiga tushirib, pul va mol jonlarini elib, maqsad va orzularidan bebahra va noumid qilib, el ulusi, qavmi qarindoshlari, bola farzandlari, xish aqrabolari, do'st birodarlardan judo qilib, osmondan qahr g'azab qumlarini yog'dirib, pul mollarini, balki sherin jonlarig'imi omonlik bermay zimin qahriga topshirdi. Shuningdan bilsang bo'ludiki, yaxshilik qilganlar qiyomat kunida xuddi Qur'on Karimda ko'rsatilgandek naim, otliq jannati firdavsini jon makon qilishi haqiqatdir. Mubada yomon xuluq mijozni o'ziga lozim tutganlar bo'lsa, ularmu xuddi Qur'on Karimda ko'rsatilgandek jahim, otliq do'zaxda siqim va azob oqibatga mubtalo bo'lib, abadil abad bu joyda qilishimi haqiqatdir. Bu yerdagi naim degan so'z jannatning bir nomi ekan. Jahim degani do'zaxning bir nomi ekan. Suhbat qizib toza avjiga chiqayotganda tuyuqsiz eshik ochilib, uyning ichiga bir turg'avut bilan yana bir notunish kishi birga kirib, eshik tubida qarab turishdi. To'g'liq Temur bu chaqirilmagan mehmonlarga norozi bo'lgan tarzda qoshlarini yimirdi-da, "Menda nima ishinglar bor edi?" degandek qilib, ularga ho'miyib qaradi. "Chog'atay zodi oliylariga ma'lum bo'lg'ayki" deb ta'zim bajo keltirdi turg'avut. Ondan yendiki heliqi notunish mo'ng'ulni imolab turib, "Toshtemir Bahodir sizni darhol bargohga qo'ysin" deb bu choparmanni avatibdi. Sababi nima ekan? Choparmanning aytishicha, ulus begi ulug' amir buloji Do'g'lat butun elga qurultoy chaqirish haqida farmon tushiribdi-dak. Shu boisdan To'g'liq Temur janobi olilarini qurultoyga ta'xirsiz yetib kelib qatnashsin debdimish. Shunga hozirning o'zida Bo'zdongdagi bargohingizga qaytmasangiz bo'lmaydi ekan. To'g'liq Temur o'rnidan darhol turdi. U zoriqib kutgan paytning oxiri yetib kelganligiga ishondida, choparmanga "Endi chiqsang bo'ladi" deganda qilib qo'l shiltidi. Turg'avut heliqi choparmanni ochiqib ketgandan keyin To'g'liq Temur Mavlona Shayx Jaloliddin ketikining oldiga keldi va "Ey hurmatli Mavlona Shayx Jaloliddin ketiki" deb xitob qildi. "Men sening bilan buningdan 5 yil ilgari qishda Oykul sahrosida tunji qitim uchrashgandan beri sen mening yonimda putukchi bo'lib ishlab kelding. Atrofimizdagilarning hammasi menga xushamad qilib, sening aytqining to'g'ri, qilganlaring haq deyishib, meni yo'ldan ozdirishmoqchi bo'lishganda, bir senla to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deyishga petna olding. Jahondagi yaxshiliklar, yomonliklar to'g'risida yo'shirmay so'zlab meni qoyil qilding. Ko'nglingga putkuningni aytishga jur'at qilib, menga ishonchlik maslahatchi, sodiq ustoz bo'lding. Alhol taqdir menga kulib boqqan payt oxir yetib kelgan o'xshaydi. Xo'sh, hurmatli Mavlona, bugundan boshlab men sening deganlaringni haq deb tunib, amalda ishga oshirishga tirishqayman. Inshaalloh. Ey hurmatli xonzoda, Alloh sana madad qilg'ay, dilingga iymon sog'ay, ko'nglingga insof bergay, dedi Mavlona Shayx Jaloliddin ketkimu o'rindan turib. Mubada deginingga cho'qim toat amal qila olsang, jazman talay ellarni, talay podshohliklarni bo'ysundirgan katta xaqon bo'lib, tarixda mangu noming o'chmaydi. Alloh taolo sana iymonni yor qilg'ay, maqsadingga yetkazgay. Amin. Bu chaqda ustozining so'zidan qattiq ta'sirlangan To'g'liq Temurmo ixtiyorsiz holda
Amin degenicha ikki qo'lini duoga ko'targanini o'zimi tuymay qoldi. Nazm. Manzilga tashnosan, oldirashni qo'y. Pənimga quloq sol, chidashni o'rgan. Chopar arab eti oran ikki yo'l, to'ga kech kunduz mangdu timan. Shayx Saidi